Erkin Asiya Radiosi Uyghur bölümü Xitayning Uyg'urlar ustidagi shafqatsiz hukmronligining zulmatlarini yerib o'tkichi nur. Doktor Rishad Abbas. Kommunizm tuzumidagi Xitoyda balliq kunlarimni o'tkazayotgan 1970-yillari dunyoda, Xitoyda, hatto vatanimiz Sharq Turkistondagi Uyg'urlar orasida nima ishlarning bo'layotganligini bilish imkoniyatimiz yo'q edi. Bizga o'xshash mustamlika qilinayotgan, shuningdek uchur dunyosidan butunlay mahrum qoldirilib, 24 soat kommunistik tashviqotlarga ko'mib tashlanadigan xalqlar uchun haqiqatni bayqash hech qachon hasham hisoblanmaydi. Aksicha bu bir turlik intilish bo'lib, ba'zida buning uchun hayotimizni do'g'ri tikishga majbur bo'lib qolatdik. Shu kunlarni hozirmi aniq eslayman. Dadam qorong'u tunlarda bizni yig'ib, ko'nrab ketgan radiomizni tanshashga boshlaydi. Andın chet el radiolarının anlatışlarından vatanimizda nima ishlar bo'layotganligi haqidagi uchurlarni izlaydi. Xitoy Kompartiyasining ommaviy axborot vositalariga bo'lgan qattiq nazorati va chet el uchurlariga intilguvchilarni qattiq jazolashi davom qilayotgan u yillarda bu xildagi radio anglashlar hukumatga bo'lgan qarshilik deb qaraladi. U chaqlarda Xitoy hukumati boshqaradigan tashviqot vositalari Uyg'ur xalqi uchun yagona uchur manbasi hisoblanadi. Ammo biz yana xiyim xatarga qaramasdan haqiqiy xabarlarni anglashni orzu qilardik. Merkezi shahar Urumchidagi uyimizda mikro to'lqinliq o'choq cho'nliqidagi bir radio bo'lib, uning ichidagi sim yo'llari yaltirab turadi. Dadam har oqshimi qo'llari bilan uni avaylab tanshaydi. Ba'zida radio signali o'chiq bo'lsa-mu, yana ba'zida buningga kuchli shovqin surallar aralashyapti. Ammo ashular biz tashqi dunyodan haqiqiy xabarlarni anglaydigan birdan-bir manba hisoblanadi. Dadam har qachon bizni shu bo'lishga undaydi va chet el radiosi anglaganligimizni hech kimga tilmaslikni cheklaydi. U agar Xitoy kommunistlari buni bilib qolsa, bizni bak og'ir jazolaydi, deydi. U chaqlarda bizlar radio anglaymiz deb o'ylaydik. Ammo 1980-yillarning oxirlari nurg'un Uyg'urlarning uylarida yoshirincha radio anglaydiganligini, ya'ni mush tariqada zulmatdagi chet el sadolaridan xabardor bo'lganligini bildik. Keyingi vaqtlarda, ya'ni 1991-yili Sovet ittifoqi halok bo'ldi. Ammo kommunistik Xitoy amon qilib qolmasdan Amerika va uning g'arb dunyosidagi ittifoqdoshlarining bu tuzilma yaratgan tahdidlarni tunib yetmasligi tufaylidan tez suratda taraqqiy qilishga boshladi. Bugungi kunda Xitoy dunyoviy zo'r kuchga aylanib, Amerika va demokratik dunyo uchun eng chong milliy xavfsizlik tahdidi bo'lib qoldi. Barcha hokim mutlaq tuzumlarga o'xshash kommunistik Xitoymi zo'rliq kuchi, shundaqla haqiqatni bostirish uchun inchiklik bilan qurib chiqilgan tashviqot vositalari orqali o'z hukmronligini davom qildirib kelmoqda. Tiananmen qirg'inchiligidan toki tojisimon virus, Covid vabosigacha Xitoy izchil turda jamoat fikrini monopol qilib keldi va tarixni qayta yezib chiqdi. Xitoy Kompartiyasi uchun uchur vositasi ham qurol, ham qalqon bo'lib qoldi. Ularning ommaviy axborot vositalariga bo'lgan mutlaq kontrolligi ularning hukmronligining hech qanday xirisga uchirmasligiga kafolatlik qildi. Ammo bu yerda bu tuzum hammadan bak qo'rqadigan bir narsa bor edi. U bo'lsa-mu haqiqat edi. Xitoy Kompartiyasi tashviqot vositalarini xalqning mengisini yuyishga ishiltish bilan to'xtab qolmadi. Aksicha uni o'z nazaridagi ichki va tashqi dushmanlarga qarshi qurol sifatida qo'llandi. Mana bu ularning 1 milliard 400 million nopusni 75 yildan ko'proq vaqtda o'ngishli idora qilishi va bu vaqtdagi bayonlarni o'zi xohlagan yo'lga selishga sharoit yaratib bergan tubki omil hisoblanadi. Dal shundoq bo'lganlikdan 1998-yili noyabrda Erkin Asiya Radiosi Uyg'ur bo'limining qurilishi bir tarixiy daqiqa bo'lib qoldi. Erkin Asiya Radiosi. Erkin Asiya Radiosi. Nihoyat, yillab zulmga sabr qilib kelayotgan Uyg'ur xalqining har holda ovozi bor bo'ldi. Bu sada Uyg'ur xalqi 1949-yildan buyon kommunistik Xitoyning hukmronligida boshdan kechirib kelayotgan turli vahshiyliklarni dunyoga oshkorlaydigan ovoz edi. Vatandagi Uyg'urlar erkin dunyoning yetakchisi bo'lgan Amerikada yongan umid va adolatning bu chirqini ko'rib, bekmi xushal bo'lgan edi. Xitoyning Xi'an shahrida ochilgan Xitoy bilan O'rta Osiyodagi 5 davlat orasidagi oliy yig'in ustida suhbat olib boramiz. Tabiiyki, Xitoy bu harakatni ayiblagan hamda tashqi ishlar ministrligining og'zidan tunji mustaqil xalqaro Uyg'urcha anglatishining dunyoga kelganligini jon-jahli bilan qarlagan edi. Chunki Xitoyning shafqatsiz hukmronligida Uyg'ur xalqi hech qachon bir mustaqil ovozga ega bo'lish fursatiga erishib boqmagan edi. Kommunistik tuzumga qarshi chiqishga jur'at qilgan har qanday kishining ovozi o'lgunchi, oshqun yoki terrorchi degan qalpoq bilan tezla ujuqtiriladi hamda g'oyib qilinadi. Bu hal 2017-yildan buyon texmo shundoq bo'lib keldi. Chunki shu vaqtlardan boshlab Xitoy hukumati 4 millioncha Uyg'urni lagerlarga qamagan. Shuningdek, ularning farzandlarini majburiy yo'sinda oilalardan judo qilib, Xitoy boshqarishidagi yotoqlik maktablarga avatishga boshlagan edi.
bir bütün milliy turkumni sistemalik nishonga ilishdak bu qilmishni birinchi Trump hukumati oxirgi hisobda qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb xulosaladi. Yevropa parlamenti bu ayblashga ovoz qo'shdi. Arqadilla Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq oliy komissari e'lon qilgan dokladda Xitoy hukumatining qilmishlari insoniyatga qarshi jinoyatni shakllantirish mumkin deb ko'rsatildi. Bu yo'sindagi ko'plagan xalqaro e'tirofning vujudga chiqishi Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining bo'sish xarakterlik ma'lumotlari sababidan amalga oshgan edi. Xitoy hukumatining vatandagi urug' tuqqanlardan o'ch ilish tahdidlariga qaramasdan Uyg'ur bo'limining muxbirlari hech nimadan qo'rqmasdan Xitoy hukumati ijro qilayotgan Orwellchan davlat nazoratini iz qo'llab tekshirdi va pash qildi. Amerika Dunyoviy taraqqular agentligi o'z vaqtida Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limidagi jasur muxbirlarning bu sohaga qo'shgan to'hfalarini e'tirof qilgan edi. Ularning to'rbitida bu vaqtda mundaq deyildi. Erkin Osiyo radiosining Uyg'ur bo'limi Xitoy hukumatining Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida 2017-yildan buyon keng ko'lamlik va yuqori texnikalik xavfsizlik kontrolini barpo qilayotganligini, shuningdek Uyg'urlarni asos qilgan musulmonlar va boshqa oz sonli millatlarni zo'r ko'lamda xohlagancha tutqun qilayotganligini tunji bo'lib pash qilgan edi. U chaqlarda dunyoning ko'p qism joylari bu ahvollardan texnik xabarsiz edi. Shundan buyon Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limi dal mushu zo'r insoniyat buhroniga munosabatlik muhim xabarlarni pash qiluvchi oshqushliq hadislarni, uning o'xshamagan yuzi va taraqqiyotini g'ayrat shijoatda tinimsiz ravishda pash qilib keldi. Shubha qilish hojatsizki, asosligi mushu Uyg'ur bo'limining xiyim xatar va tahdidlarga parvo qilmasdan jasurona axborotchilik xizmatini davom qildirishi tufaylidan bu krizis dunyoviy e'tirofga va diqqatga sazovor bo'ldi. Erkin Osiyo radiosining Uyg'ur bo'limi xabar mulozimatida yuksak pallaga yetib, hayotimizdagi eng qiyin, murakkab va muhim hikoyalarni diqqatimizga sunib kelmoqda. Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining taqilishi bir fojia bo'lg'usidir. Elimi davom qilayotgan qirg'inchilikda azob chekayotgan xalq uchun bu asosli umid nurining o'chirilishi hisoblandi. Xitoy hukumati bu fursatdan foydalanib, Uyg'urlarga sizlar unutuldinglar, hech qanday mamlakat, hatto Amerikamo endi sizlar bilan kori bo'lmaydi, deydi. Bu hal yolg'iz Uyg'urlar uchun emas, balki adolat, demokratiya va erkinlikning simvoli bo'lgan Amerikaga talmirayotgan Xitoy miqyosidagi millionlagan kishiga qarshi kuchli bir ruhiy zarba bo'ldi. Navoda Amerika hukumati Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining taqilishiga yo'l qo'ysa, u holda bir butun xalqni, shuningdek uchur urushining g'albisini saxtapazlik bilan gullab yashnayotgan bir tuzumga o'tkazib berishdek xavfga duch keldi. Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limini saqlab qolish arziydigan bir ish. Yana kelib, bu mazkur radio qurilgandan buyon Amerika hukumati sarf qilgan har bir tiyin pulga arziydigan bir ish. Uni saqlab qolish Amerika Qo'shma Shtatlarining ma'naviyat yuksakligida turishi va Xitoyning saxta uchur urushiga qarshi turishiga yo'l ochdi. Bu hol qirg'inchilik, zulm va yo'qotilishga qarshilik ko'rsatayotgan bir xalqning bardamligi haqidagi haqiqatning davomli holda so'zlanib turishining kapolatidir. Bu obzorni doktor Rishad Abbas tayyorlagan. Doktor Rishad Abbas Amerikadagi Uyg'urlar ishidan chiqqan dorigarlik olimi bo'lib, u biologiyalik davolash sohasida ko'rinarli yutuqlarni qo'lga keltirgan. Doktor Rishad Abbas yana Xitoyning Uyg'urlar ustidan davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik, madaniyat jihatdagi yo'qotish qilmishlari va Uyg'ur kimligini bostirish urinishlariga qarshi aktivlik bilan harakat olib berayotgan bir kishilik huquq himoyachisi. Navbatda Doktor Rishad Abbas Uyg'ur ziyolilarining dunyoviy birlik to'ri bo'lgan Uyg'ur akademiyasining raisi.